Onkoginekolog sifatida tanishlarim va qarindoshlarimga nimani taqiqlayman? Avvalambor, doimiy charchoqda yashashni. Doimiy charchoq anemiya, avitaminoz yoki gormonal buzilish belgisi hisoblanadi. Ikkinchi navbatda, jadvaliy og'riqlarga chidash. Hayz paytida yoki jinsiy aloqa vaqtida og'riqlar bo'lsa va bu og'riqlar davriy ravishda qaytalansa, albatta ginekologga uchrang. Uchinchisi, hamma narsaning ham o'ziga xos hidi bo'ladi. Qin o'z mikroflorasini tegishli bakteriyalar yordamida tozalab turadi. Ularning o'ziga xos hidi bo'ladi. To'rtinchidan, qindan noxush hidli, suvli, yiringli yoki qonli ajralmalar noo'rin davrda, ya'ni hayzlar aro paytda kelsa, albatta bee'tibor bo'lmang. Va oxirgi beshinchisi, salomatlikni pauzaga qo'ymang. Keyin boraman, keyin tekshiraman degan fikrdan qayting. Saraton kasalliklarini ilk davrda yoki saraton oldi paytida aniqlash sizga moddiy va psixologik jihatdan arzonga tushadi.